Man qildirmagan bo'lardim, g'alati-yu. Ichak bu shunchaki naycha emas. Bu detoks organidir. Agar u yerda tiqilish, dimlanish, chirish mahsulotlari bo'lsa, ammiak, fenol, indol qonga o'tadi. Bu autointoksikatsiya deb ataladi. Tana bunga terdagi o'zgarishlar, bosh og'rig'i, charchoq bilan javob beradi. Ichaklarni avtomatik ravishda suv oqimi bilan yuvish eng xavfsiz zamonaviy tozalash usulidir. Muolaja davomida suv harorati, bosimi, miqdori shifokor tomonidan nazorat qilib turiladi. Man qildirmagan bo'lardim, g'alati-yu. Bu senga yoshligingdagi klizma va hojatxonaga tez yugurishlari emas, apparatni oson ulashadi. Apparat o'zi suv haydaydi, ichaklaringni yengil yuvadi. Sen esa qimirlamasdan tinch yotasan. Kurs muolajalardan so'ng yalinish pasayadi, og'riqlar ketadi, ich kelishi me'yorlashadi, qabziyat yo'qoladi. Agar siz ham tanangizdagi og'riqlar, toliqishlardan qutulib, ichaklaringizda yengilliklar his qilishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.